Coloca la barrera, Delgado Ferreiro, le va a pegar Cristiano Ronaldo. Allá va el portugués con pierna derecha, el golpeo de Cristiano. ¡Qué golazo! ¡Golazo de Cristiano! Rodrigo Carlos Ferres, Real Madrid. Ronaldo. ¡Qué maravilla de ejecución! 12-chi qism. Recuperó Coentrao, el cuero lo tiene Cristiano, le puede pegar Cristiano. Bu faqat boshlanishi. Gol! 2002-yil 14-iyulda Jose Alvalade stadionida Olimpik Lyonga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida Cristiano Ronaldo Sporting asosiy jamoasi tarkibida rasmiy debyutini o'tkazdi. U qariyb 20 daqiqa maydonda qoldi. Chap qanotda o'ynadi. Ronaldo gol ham urdi, lekin bu gol hisobga olinmadi, chunki yon hakam bayroqni ko'tardi. Lekin aslida ofsayd holati yo'q edi. Agar gol hisobga olinganida Sporting g'alaba qozongan bo'lardi. Gap ofsayd holatining bor yo'qligida emas, balki Ronaldo eng yaxshi tarafini ko'rsatib, Gregory Kupe qo'riqlayotgan darvozaga to'p kiritganida edi. Kupe yoki o'rgimchak odam kabi darvozabonni mag'lub etish bu shunchaki gol urish emas. Bu debyutant uchun chinakam yutuq. Ronaldoning goli hisoblanmaganiga qaramay, debyutini muvaffaqiyatli deb hisoblashi mumkin edi. Uy stadionida futbol mavsumining ochilish marosimiga tashrif buyurish so'zsizlar, ya'ni fan klubi a'zolari uchun sharaf. 2002-yil 14-iyulda Sporting so'zsizlari Cristiano Ronaldo bilan uchrashishdi. Gazetalar u haqida balandparvoz ohangda yozishdi. Portugal sport matbuoti an'anaviy ravishda yangi kelganlarga hamdardlik bilan qaraydi va ularning yutuqlarini osmonga ko'tarishga intiladi. Lekin Cristiano Ronaldo haqida hech qanday mubolag'a qilishga yo'l qo'yilmadi. Tezlik, dribling, zarba, hamma narsa Ronaldoda bor edi. O'sha paytda Ronaldo o'ynagan 28-raqam hammaning yodida qoldi. Bir necha kundan keyin Cristiano Ronaldo Fransiyaning PSG klubi bilan o'yinda ishtirok etdi. PSG o'sha paytda Fransiyaning Canal Plus telekanaliga tegishli edi va uning o'yinchilari boshqa klublarning futbolchilariga qaraganda tez-tez ekranlarga chiqib turishardi. Ammo PSG nafaqat Fransiyaning eng ko'p reklama qilingan klubi, balki mamlakatning eng kuchli klublaridan biri edi. Klubning yarim asrlik tarixi davomida jamoa dastlab bir ko'tarilib, keyin pastlagan. 2000-yillarning boshlarida bosh murabbiy Luis Fernandes kelishi bilan parijliklar yana ko'tarila boshlashdi. 2001-yilda ular Intertoto kubogini qo'lga kiritishdi va bu faqat boshlanishi ekaniga ishonishdi. Fernandes taklif qilgan Ronaldinho parijliklar jamoasida o'ynagan. Jamoada Gabriel Heinz va Frederick Deyu kabi mashhur futbolchilar ham bor edi. O'yin yana durang bilan yakunlandi. Chap qanotda o'ynagan Ronaldo gol ura olmadi. Faqat chorak soat ichida bir nechta golli uzatmalarni amalga oshirdi va yuqori darajadagi o'yinni namoyish etdi. Uchrashuv oxirida Ronaldo nafaqat maydonda, balki matbuot anjumanida ham odamlarni hayratlantira olishini ko'rsatdi. Jurnalistlarning iltifotiga javoban debyutantlar xijolat tortib, tabassum qilishi, yaxshi so'zlar uchun minnatdor bo'lishi, baxtli ekanliklarini aytishi, bir so'z bilan aytganda nimaga erishgan bo'lsa, barchasi uchun minnatdor ekanini aytish kerak. Ronaldo yozilmagan qoidalarni buzdi va jurnalistlarga qarata "Siz hali haqiqiy Ronaldoni ko'rmagansiz. Bu hali boshlanishi", dedi. Bu javob esda qoldi. Garchi jurnalistlar orasida Ronaldoni takabburlik uchun tanqid qilganlar ham bor edi, ammo bu takabburlik emas, balki Ronaldoning hali ko'proq narsaga qodir ekanligiga bo'lgan ishonchi edi. Takabburlikka kelsak, Ronaldoda bunday narsa yo'q. U o'zini keskin tanqid qiladi. Aks holda biz bilgan Cristiano Ronaldo bo'la olmasdi. Uning kamtarona istehzosini takabburlik deb yanglishadi. Bu Ronaldoga xos bo'lgan o'ziga xos uslub. Uning uzun bo'yi dunyoga boshqacha qarashga imkon beradi. Bu hali boshlanishi.
2002-yil 3-avgustda Ispaniyaning Sevilla shahri jamoasi Real Betisga qarshi o'yinda Cristiano Ronaldo Sportingning asosiy tarkibidagi o'zining birinchi haqiqiy golini kiritdi va bu gol hal qiluvchi gol bo'ldi. Sporting 3-2 hisobida g'alaba qozondi. Gol esa nihoyatda chiroyli gol edi. Jurnalistlar uni shoh asar deb atashdi. Portugaliyaliklar ikkinchi bo'limda 2-1 hisobida g'alaba qozonishdi. 77-daqiqada Laslo Beleni jamoaga yangi kuch bermoqchi bo'lib, birdaniga 4 ta almashtirishni amalga oshirdi. Maydonga tushgan 4 futbolchidan biri Cristiano Ronaldo edi. U Rui Bentuni almashtirdi. 77-daqiqa. O'yin oxirigacha to'liq 12 daqiqa bor. Nimadir bo'ladi yoki hech narsa bo'lmaydi. Sevilyaliklar hech bo'lmaganda hisobni tenglashtirishga harakat qilishdi. Portugallar chuqur himoyaga kirishdi. Butun jamoa o'z maydonida to'plandi va raqiblarining darvozaga yaqinlashishlariga yo'l qo'ymaslik bilan shug'ullandi. O'yinda Portugallar g'alaba qozonadiganga o'xshardi. Lekin qandaydir mo'jiza tufayli 84-daqiqada Alfonso Perez hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'ldi. Qo'shimcha vaqt belgilandi. Juanitoning xatosidan foydalangan holda Cristiano Ronaldo to'pni egallab oldi va unga yaqinlashib qolgan Betis himoyachisini chiroyli tarzda aldab o'tdi. So'ng o'ta noqulay pozitsiyadan chap burchakdan turib kuchli zarba bilan gol urdi. Bu amalga oshirish juda qiyin bo'lgan va nihoyatda chiroyli urilgan gol Ronaldoning barcha asosiy fazilatlarini o'zida mujassam etgandi. Ajoyib dribling, yuqori tezlik, vaziyatni zudlik bilan ko'ra olish qobiliyati, qat'iyatlilik, aniqlik va kuchli zarba. Correo de Mania gazetasi Portugaliya ustida yangi yulduz porlamoqda. Bu Cristiano Ronaldo deya yozdi. Obyektiv jurnalistlar esa Ronaldoning yaqinda aytgan so'zlarini eslashdi. Bu faqat boshlanishi. Ronaldo birinchi golini onasi Maria Doloresga va umuman butun oilasiga bag'ishladi. Bu safar intervyularida u qabul qilingan standartga amal qildi. Unga ishongani uchun Laslo Beleniga minnatdorchilik bildirdi. Laslo uni jamoaning asosiy tarkibiga kiritdi va ko'nikishiga ko'maklashdi. Shuningdek, Sporting klubi rahbariyati va uni qo'llab-quvvatlab turgan muxlislariga minnatdorchilik bildirdi. 2002-yil 14-avgustda Sporting klubi Jose Alvalade stadionida Milanning Inter jamoasi mehmoni bo'ldi. Uning jamoasida Javier Zanetti va Matriza laqabli Marco Materazzi kabi monstrlar bor edi. Bu Chempionlar Ligasi saralash musobaqasi. Cristiano Ronaldoning Chempionlar Ligasidagi birinchi rasmiy o'yini edi. Uning debyuti davom etdi. Ronaldo maydonga 58-daqiqada kirib keldi va do'sti Tanito bilan almashtirildi. Ronaldo maydonda o'tkazgan yarim soat davomida birorta ham gol ura olmadi. O'sha o'yinda hisob umuman ochilmadi va durang bilan yakunlandi. Ammo Ronaldo yana o'zini ko'rsatdi. Tribunadagi muxlislar uning maydonda nimalar qilayotganini va qanday chiroyli hiylalar qo'llayotganini ko'rib hayratda qolishdi. Matbuotda hayrat bilan bir qatorda tanqid ham paydo bo'ldi. Ba'zi jurnalistlar Ronaldoni haddan tashqari individualligi uchun tanqid qilishdi. Chunki u yaxshiroq pozitsiyadagi futbolchiga pas berishning o'rniga o'z qobiliyatlarini namoyish etishga juda qiziqib ketadi. Futbolda to'pni berish yoki bermaslik savoli abadiy bo'lish yoki bo'lmaslikka o'xshaydi. Har bir futbolchi buni o'z xohishiga ko'ra hal qiladi. Bu yerda hech qanday standart yo'q va unutmangki, darvoza yo'lida to'siqlarni chetlab o'tib to'p bilan yugurish boshqa, qulay o'rindiqda o'tirgancha qo'lda shampan yoki pivo bilan videoni tomosha qilish boshqa narsa. Shuni unutmaslik kerakki, debyut paytida Cristiano Ronaldo endigina 17 yoshda edi. Mana shundan beri Sporting tarixida u rasmiy o'yinlarda gol urgan eng yosh futbolchi bo'lib qolmoqda. 2002-yil 7-oktyabrda Milliy liganing birinchi o'yinida Sporting 2-diviziondan yuqori divizionga kelib qo'shilgan Marerense jamoasi bilan uchrashdi.
Bu o'yin hal qiluvchi emas, kuchlar ham teng emas edi. Shuning uchun Laslo Beleni Cristiano Ronaldoga o'yinning boshidan maydonga tushish va butun o'yinni o'tkazish imkoniyatini berishga qaror qildi. Ronaldo bu haqda murabbiydan bir necha bor so'ragan, biroq Laslo ehtiyotkorlik qilgan. Bu safar Beleni Ronaldoni nafaqat o'yin boshidan maydonga qo'yib yubordi, balki chap qanotdan markazga o'tkazdi. 34-daqiqada Tanitodan yarim himoyada uzatma olgach, Ronaldo Marerense darvozasiga qarab yo'l oldi hamda ijro etish qiyin va nihoyatda chiroyli bo'lgan golni darvozaga yo'lladi. Marerense darvozaboni Joao Ricardo uchrashuvdan so'ng Cristiano Ronaldo tomonidan kiritilgan gol aql bovar qilmas ekanini aytdi. 10 yildan so'ng nafaqaga chiqqan Ricardo o'z intervyularidan birida bu golni juda yaxshi eslashini, Cristiano Ronaldo darvozaga qanchalik mohirlik va tezlik bilan kirib kelganini va to'pni qanchalik aniq urganini eslaydi. Men Ronaldoning karyerasida ishtirok etganlardan biriga aylandim, deb hazil qiladi Juan Ricardo. Ikkinchi bo'limda Sporting 2 gol farqi bilan ustunlik qilayotganida Ronaldo boshi bilan yana bir gol urdi. U birinchi gol kabi emas, balki kattaroq maqtovga loyiq edi. Jose Alvalade stadionida bo'lgan Maria Dolores o'g'lining o'yini sabab hayajondan qisqa vaqt davomida hushidan ketdi. Cristiano Ronaldo birinchi marta klubining asosiy jamoasi tarkibida to'liq o'yin o'tkazdi. Ronaldo 3 ta goldan 2 tasini urdi. U yana bir bor o'z so'zini oqladi. Bu faqat boshlanishi. Tez orada muxlislar baqira boshlashdi. To'pni Ronaldoga ber. Cristiano Ronaldo 8. 2002-yil avgustdan oktyabrgacha bo'lgan voqealar men uchun xuddi tushday tuyuladi. Hamma narsa xuddi tushdagi kabi juda yaxshi ketayotgan edi. Har bir o'yin yoqimli syurprizlar keltirardi. Jurnalistlar men haqimda gazetalarda yozishni boshladilar. Men birin-ketin intervyular berdim. O'shanda ilk bora shuhrat ta'mini lablarim bilan tatib ko'rdim va bu katta futbolning mazasi deb o'ylardim. Mening rivojlanishim juda tez yuz berdi. Shuning uchun bundan keyin ham shu tarzda davom etishini kutgandim. Tushimda o'zimni Portugaliya chempioni sifatida ko'rdim. Nafaqat men, balki butun jamoamiz oltin medal va kuboklarni orzu qilar edi. Laslo ushbu umidni qo'llab-quvvatladi. U bizning hayajonimizni uyg'otdi va klub uchun yangi 7 ta shonli yil boshlanganini aytdi. Nega atigi 7 ta? Futbolchilar kulishdi. 10, 20, 30, 100 shonli yil. Hamma qatori men ham kulib yubordim. Bu ajoyib davr edi. Kamdan kam jamoa biznikidek ruhiy yuksalish holatida bo'lgan. Har kuni yotishdan oldin Xudoga meni boshqa klubga emas, Sportingga olib kelgani va meni Laslo kabi murabbiyga duch qilgani uchun minnatdorchilik bildirardim. Qachonki jamoa yomon natija ko'rsatsa, murabbiylar almashadi. Bu odatiy amaliyot. Agar o'yin muvaffaqiyatsiz bo'lsa ketgan ma'qul. Ammo ko'pchiligimiz Laslo kamida 1 yil qolishiga umid qilgandik. Zero u jamoani muvaffaqiyatga yetaklay olishini isbotlagandi. Biroq nega unga boshqa imkoniyat berilmaganini tushunmadim. Ammo Laslo bilan shartnoma muddatidan oldin bekor qilindi. Balki shunday bo'lgani ham yaxshidir va Barselonadagi Frank Rijkaard bilan bog'liq vaziyat buning yorqin isboti bo'ldi. Yangi murabbiy Fernando Santosning paydo bo'lishini men dastlab ehtiyotkorlik bilan kutib oldim. Buning ajablanarli joyi yo'q, chunki men alohida pozitsiyada edim. 18 yoshimda men asosiy jamoada o'ynaganman va bu hammaga ham yoqavermagan. Klub rahbariyatining ba'zi a'zolari mening o'rnimni zaxirada deb hisoblashardi. Laslo yosh futbolchilarga imkon berish, ularga boshqalarga qaraganda ko'proq e'tibor qaratishda ayblangan. Va bundan butun jamoa aziyat chekdi. Biz uni yosh hayvonlar bilan tajriba o'tkazishga emas, balki bizga mukofotlar va kuboklarni olib berishi uchun taklif qildik, deyishdi ular bayonotda. Laslo qaror qabul qilishda to'liq mustaqillikka ega edi. Muvaffaqiyatli mavsum unga obro' keltirdi va bu mustaqillik hammaga ham yoqmasdi. Lasloning har bir harakati tanqid qilindi.
Ular meni Quaresma bilan maydonga tushirishdan qochgani uchun tanqid qilishdi. Aslida bu juda to'g'ri qaror edi. Chunki biz birga tushganimizda bir-birimizga faqat xalaqit berardik. Ichimdan meni zaxiraga qo'yishlariga tayyor edim. Lekin Fernando mening o'rnim asosiy tarkibda ekanini va u Gretsiyada murabbiy bo'lganida ham mening yutuqlarimni kuzatganini ta'kidladi. Men buni eshitib juda xursand bo'ldim. Fernando kabi obro'li odamning e'tibori xushnud qilmay qo'ymasdi.